Baynak turish yo'q edi. O'tirib olardim, yotib olardim. Og'riq qoldiruvchilar ham ta'sir qilmay qoldi. Griz ham oldirsam, nogiron bo'lib qolaman degan xavotir bor. To'g'ri. Men ham shunday qo'rqqanman. Shunaqa qilib qo'rqqan. Men ham qo'rqib yurganman ancha. Operatsiyadan keyin ertasiga yurdim. Bizda malinvaziv usulda operatsiya qilinyapti. Ya'ni operatsiyadan so'ng ertasiga yoki operatsiya kuni kechki payt turib yursa bo'ladi. Assalomu alaykum. Biz uchun aziz bo'lgan hurmatli yurtdoshlar. Bizda navbatdagi bemorimiz Ulug'bek aka bizni xolis klinikamizga L4-L5 sohada disk churrasi va umurtqa kanali stenozi bilan tashrif buyurgan. Ulug'bek aka qalaysiz? Xudoga shukr, rahmat, Alloh razı olsun. Ulug'bek akamda kelishingizdan oldin qanaqa holatlar bo'lgan aka? Kelishimdan oldin qattiq o'ng oyog'im og'rib oldi, yura olmadim qisqasi. Juda qiynaldim. Uzoqroq yursangiz oyoqlaringiz yo'q, 2 metrga ham yara olmadim qolganman. Juda og'ir qattiq edi. Xudoga shukr, sizlarga keldim. Yaxshi keldim, o'zi aytdim-ku, dorini tezda men yiqiling og'riq qoldirdim, birinchi sizga aytdim-ku. Og'riq qoldiruvchilar ham ta'sir qilmay qoldi. Shunaqa darajagacha borgan. Shungacha bo'ldi, Xudoga shukr. Ulug'bek akamda operatsiya o'tkazdik. Operatsiya vaqtida nimanidir bildingizmi aka? Yo'q, xudo xohlasa hech narsani bilmadim. Uyg'onishda qiyinchilik bo'ldimi? Uyg'onishda qiynalmadim. Uyg'onishda yo'q uyg'ongandan. Ba'zilar narkozdan bir kunlab hali uyg'onishim qiyin bo'ladi degan. Yo'q, xudoga shukr. Qo'llar yengil ekanka. Yaxshi uyg'ondim. O'zim yaxshi his qildim. Og'riqlarsiz turdim o'rnimda. Turganingizda og'riqlar yo'q. Yo'q, xudo xohlasa bo'lmadi. Operatsiyadan necha kun o'tib yurishni boshladingiz? Operatsiyadan keyin ertasiga yurdim. Reanimatsiyadan chiqdim, ertasiga yotdim, tanqatga kamar taqib yurdim, kamar kelgandagi yurdim. Kamar taqib yurmaylar dedi, kamar taqib yurdim, xudoga shukr. Bunday yurib, chiroyli yurdim. Endi xudoga shukr, to'g'ri edi, 3 kun bo'ldi. Endi 3 kunda odam birdaniga tik ko'p ketmaydi, sekin o'g'lanamiz, xudoga shukr, to'g'rimi? Muhimi kuchli og'riqlar qo'yib yuborgan. Qo'yib yuborgan, Alloh yo'q, xudoga mana turish, baynak turish yo'q edi. O'tirib olardim, yotib olardim. O'tirib yotib olardim. Ko'p odamlar qo'rqadi. Mana operatsiyadan keyin 6 oylab yotaman, yurish mumkin emas deb o'ylaydi. Bizda malinvaziv usulda operatsiya qilinyapti. Ya'ni operatsiyadan so'ng ertasiga yoki operatsiya kuni kechki payt turib yursa bo'ladi, kamar taqib qo'ygan holatda. Mana bugun operatsiyadan 3-kun, 4-aprel kuni operatsiya bo'luvdingiz. Bugun mana 7-aprel javob beryapsiz. Javob beryapsiz. Mana ketyapman men xudoga yuribman. Xursandmisiz aka? Xudoga shukr, Alloh razı olsun, qo'yinglar yengil olsin, zehirlar o'tkir olsin. Shu xalqimizga, yurtimizdagi kasallarimizga yengil qo'llarda kelgancha xizmatlar qilsanglar juda yaxshi. Alloh razı olsun, rahmat sizlarga. Bizda xalqimizda grij operatsiyasidan qo'rqadiganlar juda ko'p. Grij ham oldirsam, nima desa bo'ladi? Nogiron bo'lib qolaman degan xavotir bor. To'g'ri. Men ham shunday qo'rqqanman. Shunaqa qilib qo'rqqan. Men ham qo'rqib yurganman ancha. Oxiri endi chidamay iloji yo'qligidan kelib oldinda mana yurtimizga aytamiz, mana hamma kasal bu. Ko'p endi bu juda ko'p, to'g'ri tan olamiz. Ko'p. Bemorlar qo'rqmasdan mana xolis klinikagami, boshqa klinikagami ko'rsatib oldirolinglar. Oldinglarga qiyinchilik emas ekan. Mana osongina texnik zamoni. Lazer qilib ochib olib qo'yapti. Xudoga shukr, qiyinchilik yo'q bo'ldi. Chiroyli oldirolinglar, xudo xolasa bularni qo'li yengil ekan ukalarimizni ham. Juda chiroyli xizmat qilishdi. So'zi shirin, xudoga shukr. Kelganda so'zidan da o'sha dardlarimiz ketgan. Mana hozir yaxshi, mana kulib chiqib ketyapti, xudoga shukr. Mana uyimizga. Rahmat bularga. Qo'ldan kelgancha qilishdi xizmatini. Alloh razı olsun bulardan. Ulug'bek aka, rejimlarga mahkam bo'lasiz. Xudo xolasa, ko'rinib ketadi. Xudo xolasa mahkam turaman endi. Bir oydan keyin yana qayta ko'rishamiz. Aka, rahmat aka, Alloh razı olsun.